Rome. Qattiq bashiringni berib tashlayman, oqizib tashlayman, bakiringga ko'tarib. O'g'lar, ayamanglar, ko'rdi. Sikamiz tamom. Qo'rqmanglar, mana shu yerda qo'rqmanglar. Tog'olashida bo'lsangiz bo'ldi, o'g'lar. Tog'olarim, o'z badaniga beraveraman nima. Tamom. Tamom. Va onasini sal qo'lga. Bitta telefonim bo'lsa mali. Qani. Shu o'zi shunaqa efirlardan qochib o'zimiz ham tutilamiz hozir. Abdurahmon aka rasvo bo'ladi hozir. Rashid, senga nimaga oylik to'layapman? Ko't. Rashid. Assalomu alaykum o'g'alar, assalomu alaykum, rahmat o'g'alar. Maksimum. Rashid. Kerakki. Rashid. Senga nimaga pul to'layapman? Sen haromiga, sen haromini men seni ayadimi harom, noinsof. Bo'ldi. Mana. Rashid. İstagagacha kanman, bosh batili. Bosh. Bo'ldi o'g'alar, qo'ysini. O'zing rozi bo'l. Chingizaga ko'tizdan qo'yib, yalab qo'yaymi deysan. Haromni. Nima ha? Qarab tur, ammangni omiga tiqormagan o'g'il. Qava. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, yalab qo'yaymi aka? Artib qo'yay og'zingga qo'tarim seni. Og'zing harom. Art. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, nima qilib qo'yay akajon? Yalab qo'y. Yana harommi? Bugun kamashlikni ikkiga keldim. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, nima qilib qo'yay akajon, ko'tingizni aka? Yalab qo'yamdi ko't. Yalab qo'y. Sen haromi, menga qara, sen haromi noinsofsan, ammaginangni siskamasan. Ammangni siskaman, ay davay. Qarab tur. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, nima qilib qo'yay akajon? Yalab qo'yaymi de, ko'tdan bugun yalab qo'yaymi de. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, yalab qo'yaymi aka? Nima qilay aka buni aka? Yala. Ey og'zingga qo'tarim. Chingiz aka, ko'tingizni artib qo'yaymi, yalab qo'yaymi akajon? Nima qilay aka buni? Artib qo'y, og'zingga siskaysan, og'zing harom. Chingiz aka, nima qilay buni aka? Ko'tingizni artib qo'yaymi, yalab qo'yaymi aka? O'g'lar go'sht yemagan. Ha? Yala, art. Tez bo'l. Rashid. Chingiz aka, bu nima qilay buni akajon? Yig'ishtiryapman sizga, bir yetar. O'g'lar, bosinglar. Qarg'oni. Kuzdarras. Bosinglar, tamom. Qarab tur, seni men yalash-palash dedingmi?